Assalomu alaykum azizlarimiz. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamang, qanaqasizlar? Uychilar hammalik yaxshimi? Tinchmisizlar? Hozir nima zakvaska to'g'risidagi syomkani sizlar uchun zakvaskani olyapman. Xudo xolasa tayyor bo'lib qoladi. 4-kunini olyapman. Shu bugun 4-kunida zakvaska bo'linadi. O'shaning uchun mana u bo'linganini sizlar uchun olib qo'ydim. Mana bu yerga qo'yib qo'ydim, tayyorladim. Xudo xolasa hammasini ko'rasizlar. Ortib qolganini mana olib qoldim. Hozir bu rolik zakvaskadan oldin chiqadi. Mana bunaqa un olib qo'yinglar. Bu reklama emas. Prosta olib qo'yinglar, bitta pochka yetadi sizlarga. Nima deganda bilasizlarmi hozir? Nimaga endi bu unda oldingiz, shuncha O'zbekistonda turib O'zbekistonning unlari bor-ku, boshqa-ku deb qolishinglar mumkin. Men sizlarga nimani tushuntirmoqchiman? Qaranglar, menga faqat O'zbekistondagi bizani yashaydigan fuqarolar emas, bu yerdan ketgan, bizan Rossiyada yashaydigan o'zbek ayollarimiz bor, boshqa joylarda, vaholanki Amerikada ham shu un bor-da, Germaniyada ham bor, hamma yoqda prosta shu un borligi uchun. Endi men hozir mo'tabar unini olsam-da, biz topamiz O'zbekistonda, Qozog'istonda, masalan, Tojikiston, Qirg'iziston, u yoqlarda ham qancha bizani ayollarimiz bor-ku. Shuning uchun men bu unni oldimki, men otini ham aytgim kelmayapti, reklama bo'lmasin. Men prosta чтобы hamma shu narsani topa olsin debdi, shu unni topisha olsin debdi. O'ylab qarasam, bu un hamma joyda bor ekan. Endi, конечно, Rossiyani o'zida juda ko'p. Mana Amerikada ham bor ekan, Germaniyada, butun chet elda, keyin Qozog'istonda ham bor bilaman, boshqa bizani mana bu respublikamizda ham, davlatlarimizda ham hammasida borligi uchun именно shu undan oldim. Agar hozir o'zimizning unni olib qiladigan bo'lsam, menga yozishi mumkin deb, masalan, o'sha Qozog'istondagi o'zbek ayollarimiz yoki qozoq ayollarimiz yoki kimdir yozishi mumkin. Voy, seni bu uning qayerdan topamiz endi? Именно shu undan qilmoqchiman, o'xshashligi uchun deb qolishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun men bu unni oldim. Mana уже 4 kuni o'tdi. Hozircha ko'rsatmayman sizlarga. Mana men bu undan ham topib qo'yinglar. Цельнозерновая мука. Bu arpa ham emas. O'zingizlar bilasizlar, menga yozib beringlar. Topsam videoni tagiga yozib qo'yaman. Bu hamma joyda bor. Masalan, men mana Bo'kaga boraman, Bo'kada ham bor. To'g'risi. Kimdir aytishi mumkin, sizlar Toshkentlarda bordir debdi. No, menimcha bu hamma katta shaharlarda, hamma joyda bu undan bor deb o'ylayman. Цельнозерновая мука. Bu ham reklama emas, hamma joyda borligi uchun, topishingizga oson bo'lishi uchun men sizlarga buni ko'rsatyapman. Menimcha tushuntirishga harakat qildim, tushundinglar shekilli. Albatta taroz kerak bo'ladi boshida qilish uchun. Iloji bo'lsa, mana bunaqa termometr olinglar. U videoda ham, zakvaska videosida ham bular hammasini ko'rsatyapman, lekin hozirdan sizlarga aytib qo'yaman. Chinni bozordan olganman, qimmat emas. 25 mingmidi, esimda yo'q, lekin qimmat emas edi. Mana shuni olib qo'yishinglar mumkin. Keyin menga yana anaqa sovg'a qilib, men dugonamizni Valentina degan Qozog'istondan yana yuboribdilar. Endi uni singlimga berdim. Uni o'zimga olib qoldim-da, o'zimnikini singlimga berib bordim. Shuning uchun mana bunaqa narsa kerak. Keyin albatta sizlarga idish kerak bo'ladi. Endi idish u banka ham bo'radi, 1 litrlik banka, 700 grammlik banka ham bo'radi, kichikroq bo'lgani ham yaxshi. Qopqoqli bo'lsa yana yaxshi. Nima deganda, keyin постоянно qopqoq qidirib yuravermaysiz-da. Qopqoq deganda bizcha mana bunaqa keng zakvaska qilganimizda mana bunaqa qilib yopmaymiz. Mana shunday qopqoqni shunda ustiga bunday yopib qo'yamiz. Bo'ldi. Buramaymiz. Bu buriladigan anaqa qopqoq. Ozgina bo'lsa ham qatidandir
havo kirib turishi kerak. Tushundinglar? Shuning uchun prosta bunday yopiladigan qopqoq qilib qo'yamiz ustiga. Hamma nyuanslarini men hali u videoda olganman, sizlarga ko'rsataman. Endi bu yerda ozgina nima qoldi? Zakazka qolib ketdi. Buni keyin tushunasizlar, u yoqda ko'rganinglarda hammasini sразу aytib bermay sizlarga deyapman. Xudo xolasa shu rolikdan keyin zakazka ham chiqib qolsa kerak. Quymoq qilib yubormoqchiman. O'shaning uchun как раз таки mana hozir buni ko'rasizlar-da, u keyin videoni ko'rayotganda, ha, mana shu ekan-da o'sha zakazka deb, shuning uchun quymoq qilib yuboribdilar deysizlar keyin. Tak, manda sut bor, bugadan kelgan sutim bor. Tak, mana bu ham bor. Ikkita tuxum kerak bo'ladi. Bu unga tegmayman, bu zakazkami uni. Bunga ham tegmaymiz. Men o'zi bu unni juda ko'p ishlatmayman. Men oltindon un olaman, mo'tabar un olaman. Shuning uchun prosta men ulardan zakazka chiqarmaganman. Men imенно mana shu undan chiqardim-da, shuning uchun hamma ikir-chikirlarigacha ko'rsatishga harakat qilaman. Qaysi un bo'lganini, qanaqa suv bo'lganini hammasini sizlar bilishinglar uchun. Tak, endi azizlarim, men bu kastrulaga qilaman-da xamirni. Nima deganda, men bugun quymoq qilmayman. Buni qopqog'ini yopib, xolodilnikka olib qo'yaman-da, ertaga ertalab 2-3 ta quymoq qilib, navarlarimni yedirib yuboraman. Tak, endi men qanaqa sizlarga endi hammasini o'lchab qilaymi ekan. Men bu Maxeyev bonkasi. Sizlarga endi shunda harakat qilaman ko'rsatishga. Ko'p qilmayman quymoq. Sizlarga ko'rinishi uchunchi kelinglar, bu kastrulada qilmaydi, sizlarga ko'rinsin deb hozir 1 minut. Qaranglar. Men bunaqa shishali idishni olib keldim, sizlarga ko'rinsin deb-da. Shuning uchun. Tak, mana. Tak, ichini artib oldim. Endi u yoqda artib oldim, mayli yana artib oling. Hop, xullas, kelinglar o'lchab solaman sizlar uchun. Niye qolsizligini qaranglar. 1 litr. Qancha desam ekan, Maxeyev anaqasi, stakani. Mana to'la bo'ldi. Tak, endi bu yoqqa albatta issiq qaynoq suv qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Suv qo'yib qo'ydim. Endi bunga 2 ta tuxumni. 2 ta tuxum. Paket solishim kerak hali. Tuxumlarim kichikroq ekan mana. Endi eng kerak bo'ladi. Bunga hozir bittadan tuz, ozgina yarim choy qoshiq ham emasda, ozgina so'ramiz. O'zim sal yirik ekan, chetidan olib mana. Где-то yarim qoshiqdan ham sal kamroq bo'lsin. Endi shakar. Shakar 1 qoshiq. Yana 1 qoshiq suv. 2 qoshiq shakar solamiz. Xo'sh, endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Quymoq qilishni o'ylaymanki, ko'pchilik biladi. Bu bunaqa bir nima narsa emaski, to'tma, murakkab bir taom emaski, buni juda hammaga o'rgatish shart bo'lganini, menga ham kimdir o'rgatgan. Men o'rganganimda 15 yosh edim. 14-15 yosh edim, param o'rgatganlar.
o'shanda judayam oyimlar rahmatli maza har kuni tем более kuydirilgan sariyog'chi topленый масло o'sha topленый масло bilan solib qilardik. Keling topленый masloni chiqarib qo'ying. Mana juzi chiqarilgan bu yerda. Yaxshi, mana oyimlarni esladimda esimga tushib qoldi. Где-то shuni hozir bilasizlarmi? Mashinaga hozir 3-4 qoshiq solaman-da. Sal isitishga qo'yib qo'yaman-ki, solishga oson bo'lsin deyman-da. Hozir. Buni o'rniga oddiy o'simlik yog'i ham so'sa bo'ladi. Просто men hozir esimga tushib qoldi buni borligi. Shuning uchun. Bo'ldi, mana shu yeb qolishi kerak. Buni men past qilib sal iritib olishimiz kerak. Sal erish kerak bo'ldi. Tak, endi buni bunaqa qilib oldik. Xo'sh, endi bizga razrıhlитель kerak bo'ladi. Bir pachka razrыhlитель kerak bo'ladi. Tak, endichi hozir men bu zakazkamni narsalarini olib qo'yib, bu yerda xalaqit qilmasin. De, bu ham ertaga yana kerak bo'ladi ko'rsatayotganimda. Buni bu yoqqa olib qo'yamiz. Kastrulka уже kerak bo'lmaydi endi. Yo'q, kerak bo'ladi, men xolodilnikka solib qo'yaman. Просто sizlarga men buni ichida ko'rsatib beraman. Endi un kerak bo'ladi. Mana un. Так. Oddiy высший сорт un. Vodka. Voy, sizlarga o'lchashim kerak-ku, to'xtaylar endi. Yarim qoshiq tushdi. Yarim qoshiq. Tak, nima bilan o'lchaymiz endi? Sizlar o'zingizlar yozib olaveringlar. Men videoni tagiga yozib qoldirmayman, xo'pmi? Hozir mana buni ichiga un solaman-da, bu yerdan ovuraman. Keyin qancha qolganini sizlarga yozib qoldiraman. Ko'p kerak emas bu yerda. Hozir mana to'xtanglar. Ровно yarim kilo un soldim-da. Qancha vodka solsam, bu yerda qolganini aytaman. Nima degani, men hech o'lchab qilmaganman. Shuning uchun hozir bu yerga suv ko'p ketmaydi. Tak, endi nimamizdan sovuramiz. Bir pachka razrыhlитель yo'q bo'lsa, yarim choy qoshiq suvda solinglar. Yarim choy, ko'p bir qoshiq solmanglar, hidi kelib qoladi. Bo'ldi, endi buni aralashtiramiz hozir. Bu yerda suvinglar qaynagan, to'g'rimi? Qaynagan suv bu yerda turibdi. Qaranglar, men hozir aralashtirib olaylik. 337 gram qolibdi. Yozish osonroq bo'ladi keyin. Tak. Eridi. Endi kelinglar, mashchi 330 gram qolsin, sizlar uchun ham. Yo'q, 300 gram qolsin. 300 gram qoldi mana. Demak, 200 gram un soldim. Endi anaqa o'lchashga oson bo'lsin deyapman sizlarga. 200 gram soldim, bu yerda 300 gram qoldi. 500 gram edi. Un. Bo'ldi, boshqa solmayman. Xo'sh, mana chetlari bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Oldinlari bunaqa bivalkalar bo'lmasdi. Vilkalar bilan qilardik. Ito qanaqa o'xshatardik hammasini.
hozir elektrichskiylari ham bor, xilma-xili bor. Mana endi mana bu yerga o'sha qolib ketgan zakvaskani so'raman. Bu zakvaskani keyingi videoda ko'rasizlar. Sizlar mana solmasliginglar mumkin. Agar oddiy quymoq qilasizlar, bu mana bo'ldi. 200 gram un soldinglarmi? Bo'ldi. Shu bilan keyin hozir suv quyamiz bu yerga. Tak. Ichiga chiqmaydi. Aytishingiz mumkin. Voy, qayerdan zakvaskani olamiz debdi. Yo'q, bu prosta menda qolib ketayotganligi uchun sug'oryapman. Mana. Buni qayerdan kelib chiqqanini keyingi videoda ko'rasizlar. Azizlarimiz. Buni ham endi bu yerga men bu erto'ygan saryog'imni mana suvdek bo'ldi. Ko'rsa, xuddi o'simlik yog'idek bo'ldi mana. Shuning uchun sizlarga ham aytayapman-ku, qo'rqmasdan o'simlik yog'i sovuringlar. Nima qilmasdan. Mana men hozir qo'shuvlab solaman, sizlarga udobni bo'lishi uchun. Sizlar yozib o'ringlar. Men deganda men endi anaqani tagiga nima yozib qoldirishim qiyin. Masalan, bitta soldik, qoshuv. Mana ikkinchi qoshuv. Onam berib yuboradilar. Borsak, hamma qizliga olib qo'yadilar. Har bo'lgan 4 ta qoshuv bo'ldi. Bu yerda hozir men bu stakanga, boya qilgan stakanimizga suv, qaynagan suvni sekin-sekin solib qo'yamanki, anaqa yorilib ketmasin deb. Men yuvmadim ham stakanni, ko'rasizlarmi? Anaqa sutni nimasi yuqida turibdi hali ham. O'zi qani necha gram bo'lar ekan bu? Keyin anaqa idishini nimasini olib tashlayman. Aha. $679 gram stakani bilan ekan. 680 gram ekanda stakani bilan. Qani? 680 gram ekan stakani bilan. Keyin stakanni nimasini olib tashlayman-da, sizlarga suvni gramini aytaman. Nima o'ylayman, bu yerda где-то shu 250-280 gramlar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qani? Kelinglar, yana bir qoshiq soling. 5 qoshiq bo'ladi. Shunga 5 qoshiq soldim. Sizlar sananglar. Sanab aniq qilishim qiyin. Tak, mana 5 qoshiq soldikmi? Mana asal jingalak asalcham keldi. Endi sekin bu issiq. Mana bu suvimiz issiq. Ko'rdinglar? Sekin mana shu issiq suvni bu yoqqa solishni boshlayman. Men o'zi choynakdan solaman. Просто sizlarga endi o'lchash uchun osonroq bo'lsin deb stakanda solaman. Qaynoq bo'lishi kerak suvinglar. Tak, hozir to'xtab turinglar. Endi anaqa cho'mich olaylik. Men cho'mich bilan mana bunaqa qilib bilaman. Yo'q, hali quyuq. Hali quyuq. Yo'q, bolam, hozir men уже issiqdek qaragin, sen ushlolmaysan buni, to'g'rimi? Bir stakanni so'radim. Ehtiyot bo'linglar. Men shu choynakni olib sovuraman-da, sovutganda qarab turib o'zim bilaman. Endi sizlarga o'lchash uchun kerak bo'lgani uchun hozir stakanga solib o'lchadim sizlarga.
Почти o'sha bo'ldi. Mana ko'rdingmi? Bu bolam rassomaga yordamchida. Shunda u yaxshi bola, dastyor. Вот это рука быстрая. Да, tez qilasanmi? Qani? Hozir shu Islomga bilinchikqa beramizmi? Bilinchik yeysanmi? Bo'ldi, mana. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Sen nimani bitta? Boringlar, Rushana peylaga borib turinglar paka. Qani Rushanani chaqiringlar, Rushana peylani. Nima bor ekan? Siz ham qilasiz, keling. Hozir mana to'xtab turing endi. Endi buni siqildi-yu, bunisi ham qilish kerak. Kel. Men ko'taraman. Mana. Kel. Ay, qo'ng'irog'im. Qani? Qiling. Ana. Bu qo'li bilan. Bunisi bilan. Qani? Ushlab turib. Ana молодец. Rezinkalaringiz qani? Mingta zakovkadan bittasi ham yo'q, bilasizlarmi? Yo'q, uni solmaysiz, bo'ldi. O'zi hammasini solib bo'ldim. Aralashtirib bering, bo'ldi. Yaxshilab aralashtirib bering. Oysha poshsha. Oysha xola, bo'ling. Bu Oysha xola-da-ku. Keling. Oysha xolasi, aralashtirdingizmi? Yo'qmi hali? Aralashtiring unda. Yaxshilab. Ana. Zo'r bo'ldi endi. Bo'ldi, rahmat endi. Qani qo'ying. Bo'ldimi? Rahmat. Qani. Rahmat sizga. Rahmat. Choping endi, boring, choping. Assalomu alaykum. Voy xudoyim. Eng dunyodagi shirin. Danagidan ham nimasi shirin deyishadimi? Danagi shirin naborot. Bolalaringlardan ham navaralar bir boshqacha bo'lar ekan-da. Tak, bo'ldi. Hozir bunday qo'yaylik, yana ichiga tushibdi. Bo'ldi. Xo'sh. Ana. Tayyor bo'ldi sizlar bilan. Xudoimizcha. Yozib oldinglar, 200 gram ketdi unimizni. 1 stakan sut, mashi 1 stakan qaynoq suv. 1 stakan qaynoq suv. Ichida qovuradi. Mana artib qo'yamiz. 2 ta tuxum, 200 gram un, ozgina tuz, 2 qoshiq, katta qoshiqda shakar, bitta pachka razrыхлитель и yog', o'simlik yog'idan 5 qoshiq. Men eritilgan sariyog'ni eritib olib, menimcha 5 qoshiq soldik ekan. Menimcha 5 qoshiq. Ismida yo'q. Oyisha. Ana Oysha xola. Endi bular ko'rib qoldi-yu, bular endi hozir qilib ber deyishadi. Endi to'xtanglar, masalan, nari tarafga olaman deb, mayli bir ikkita quymoq qilib sizlarga ko'rsataman. Azizlarimiz, mana xullas ko'rinyapti deb o'ylayman sizlarga. Skоворodkamizni olovga qo'yib oldim. Ozgina o'simlik yog'ini mana birinchi martasiga ozgina quyib, bunda qo'yamiz. Yog'lab olamiz. Men qolganini mana ko'ryapsizlar, ko'p baribir. Sekin mana bunga quyvorsa bo'ladi. Xo'sh, endi skоворodkamizni yaxshilab qizib olish kerak bo'ladi. Yaxshilab qizigan bo'lishi kerak bo'ladi. Chetlari bilan ozgina yog'lab olinglar. Bu yerda albatta men bu qo'ygan quymoqimizning xamirini aralashtirib turinglar, xo'pmi? Kim biladi, qanaqa qilib qiziganligini bilasizlar. Xo'sh. Men уже skоворodkamni bilaman. Menga cho'michda mana shuncha xamirini olsam yetadi menga.
Bismillahirrahmanirrahim. Skоворodkam hali yaxshi qizimagan ekan. Ko'rasizlar? Hali yaxshi qizimagan ekan. Demak, yaxshi qizartirib olamiz. No, shunda ham mana teshuv-teshuvlar bo'lyapti. Bunaqa lopatichkali bo'lsa yana yaxshi. Hozir juda ko'p qulayliklar. Hamma narsaga hozir qulayliklar juda ham ko'p. Bir narsa qilaman desang, bemalol hamma narsani o'ynab, kulib qilsa bo'ladi. Lekin bu hamma narsa ko'chada ham bor lekin. Ko'chada ham hozir sotib olsa bo'ladigan bo'lib turibdi. Biza o'sha paytda aytaman, qo'shuv bilan ham, vilkalar bilan ham kichkinalik paytimda zbivalkalarim yo'q edi mani do'kada. Keyin xolamlar olib kelib berganlar esimda bor. Ve esimda bor, yana keyin sumali qilganimizda ham, sumalida ham aralashtiradi-yu, qumoq bo'lib qolmasin deb. O'sha zbivalkada ham qilib berganman-da, mana shunaqa qilib. Katta to'g'rilarda hali oppoq bo'lib chiqardi-ku. Keyin o'shalarni men ham nimada zbivalka bilan qilib bersam, voy, men bu zo'r chiqibdi, mana Gulnoraniki rosa yaxshi chiqibdi deyishganda, o'shanda aytganman, voy, men mana shu bilan qildim deb. Birinchi quymog'imizni aytishadi, первый блин ko'mim deb. Bu bizada ko'mim bo'lmadi. Yaxshi chiqyapti, xudo xohlasa. Men keragi olovimizni yaxshigina, mana ko'rasizlarmi, olov ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Olovi yaxshigina bo'lib turishi kerak-da. Oldin nimalar skоворodkalar, chugun skоворodkalar bo'lardi, alyumin skоворodkalar bo'lardi. Voy, tuzlar bilan ishqalab, endi hamma narsa isitilardi, skоворodkalarda qovurilardi, tuxumlarmi, boshqami, hamma narsa qilinardi kerak bo'lsa. Keyin haligilarni yo'q qolib ketsa yoki boshqa bo'lsa, bilinchiklar yopishib qolardi. Keyin yana xolam o'rgatganlarki, tuz bilan yaxshilab ishqalab yuborgan skоворodkani, yuvib tashlab, keyin yog'lab qilsang yopishmaydi deganlar. Mana shunaqa qilib o'rganganmiz o'sha paytlari. Mana qizardi. Hozir rosa bilinchik uchun skоворodka chiqqan, mana spetsialniy ming xil narsa qilaman desang, faqat qilish kerak, erinmasdan. Yana aralashtirib, shopirib, mana qilib yana ozgina olamiz-da. Kiyimlarini mana qilib oqib ketmasligi uchun hamma yoqqa qizitib turib, o'zingizlar bilasizlar, skоворodkadan qiziganini keyin yana so'rasizlar. Sal qizidi skоворodkamiz. Mana endi ko'rasizlar, teshuv bo'lib chiqyapti. Ajurniy blinchiki degani shuni mana shu ajurniy blinchik mana shunaqa bo'ladi desamda. Skоворodkani oralari ko'rinsa, deysizlar, blinchikilar o'xshab chiqyapti. Teshuvlardan. Xudo xohlasa hammada o'xshab chiqadi deb o'ylayman. Deganda hammasini batafsil aniq qilib ko'rsatishga harakat qildim. Men xo'jayinim unaqa birinchikiga urmaydilar. Faqat agar qaymoq bo'lsa, yaxshi bozorda qaymog'i bo'lsa, o'sha qaymoq bilan birinchiki ishlari mumkin. Atak boshqa hech narsa, murabbo, boshqa hech narsa bilan yemaydilar. Faqat yana piyoz bilan go'sht qovuriladi. Bu yerda ozgina tuz, guruch, mana shunaqa nimalar solib, ziravorlar solib, suvi ketguncha qilib, yaxshilab qovurib olgandan keyin birinchiga o'ra bersa, ana uni
Xudo rahmat qilsin, qaynonam rahmatli, rosa yaxshi ko'rardilar qaynonamni. O'zi ko'p qilardim. Menga aytardilar-ki, siz birinchi kuni qilib berib keting dedilar. Mana shu xamir ovqatlar bilan ana qilmasdilar-da, yo'q edilar xamir ovqatlarga. O'zlari aytardilar, o'xshamaydi meniki baribir. Siz menga birinchi kuni qilib berib keting, men o'zim go'shtlarni qovurib, ichiga solaman dedilar. Lekin qaynotamlarga rahmatli qilib berardilar. Mana shunaqa qilib hammasini pishirib olamiz, xudo xolasa. Qo'yammi? Ko'rasam qanaqa qilib chiqadi. Kimdir qatuvda ham qiladi. U ham yaxshi chiqadi, qatuvda ham qilaman men. Undan ham chiqadi yaxshi, bir kun qatuvligini ham ko'rsatib berishim mumkin. Kimdir sutda qiladi. Shuning uchun hammada har xil. Ana. Ko'rdingmi? Bir tekisda bu pishadi. Shuning uchun aytishadi-yu, ayollar o'zingizlarga qulayliklar yaratinglar. Baribir hozirgi masalan kelinlarga ham qulaylik yaratib bermasang, o'xshamayapti ishimizni. Qilaman degan kelin umuman yosh narsa qilaman degani o'zi xohlab borib, hamma narsani olib keltirib qiladi. Qilmayman deganiga ming olib bersangiz ham bir xillari qilmasligi mumkin. Shuning uchun baribir bu kerakli narsa. Yosh bolali bo'lgandan keyin nevaralaringiz yoki farzandlaringiz kichkinaligida maza qilib yeyishsa, bu bir boshqa narsa-da. Shuning uchun уже mana hidlari chiqib, uylarga bu ham bir nima deydi, uyda baxt qaysi xonadonga keladi? Baxt, boylik, keyin xotirjamlik, nima desam ekan, oilaviy bir totuvlik qaysi xonadonga keladi? Har kuni o'sha xonadondan is chiqarib turilsa, endi hamma har xil tushunishi mumkin. Is deganda mana shu ovqatlarning hidlari, любой ovqat, bir narsani hidi, piroglar pishiramiz, bu juda yaxshi-da. Mana bu xonadoniylarni qulog'ini ochadi, xonadoniylarga fayz olib kirib keladi. Shuning uchun iloji boricha uyda ham yoshlar tag'in mani noto'g'ri tushunmanglar. Iloji boricha uyda ham mana shunaqa ovqatlar qilib, qozon kovlab, kuniga hech bo'lmasa bir narsa pishib turish kerak-da uyda ham. Oldinlar qo'llarim bilan qilib tashlayman. Ko'ringanmanmi sizlarga yo'qmi bilmayman, lekin mana уже mana buloq qo'ying sizlarga, menimcha mana bu ko'rinsa kerak. Bu yerda men bilib turibdi-da. Bu xo'jayinni melnitsalari. Bular kofe qiladilar. Kofeni mana shunda maydalaydilar. Shuning uchun qo'rqmasdan boshlash kerak. Bir xillab bir marta qiladi-da, o'xshamadi menda. Bo'lmadi. Mana katta qizim oshxonaga yo'g'roq edi-da. Bunaqa hali ham bunaqa maqtanib nima qila olmayman. Nima deganda, u ko'proq ko'cha ishlarini bitirib keladigan shu katta qizim-da. Lekin endi uyda ham qiladi. Hozir mana birinchilar qiladi. Men aytardim, voy bu ikki dunyoda o'rgan olmasa kerak, hech qachon bunaqa narsalarni deb-da endi. U ko'proq shu aytayman, ishlash, pul topish, uyda ham ro'zg'or boshqalar qiladi-yu, bunaqa narsalarga yo'g'roq edi. Hozir shunaqa birinchilar pishiradi. Men doim aytardimki, mana bolalar xolagani uchun babulamdaka birinchi qilib bering, bunaqa deganiga mana жизнь заставит deyishadi-yu. O'shanga
u ham o'rgandi, mana qiladi, xuddi manikidek mana shunaqa zo'r bo'lib chiqadi. O'rganaman. Ikkinchi qizim-ku, u mendan o'tadi ikkinchim. U juda shafqatligi, nimaligi u bir boshqacha. Endi mana kichkina hozir bor. Kichkina ham sekin-sekin mana uni ham уже o'rgatib, shunday mana onalar baribir. Oldinga olib, endi bu yerda hozir kamera bo'lgani uchun kelmaydi, atak yonimda turadi. Xamirini qilib beraman, bu yog'ini qovuradi gohida. Keyin yo'q, xamirini ham etib tursam, agar qiladi. Endi anaqa o'zim tez qilib olay deyman deb qilib tashlayman. Shu ham noto'g'rilik degan. Ana, mana shunaqa qilib hammasini hozir pishirib olamiz. Skоворodkalar doim yaxshi qizigan bo'lishi kerak. Yaxshi qizigan bo'lsa, ko'ryapsizlarmi, yopishmayapti. Umuman yopishmaydi. Mana shu keyin tishu chiqmaydi, tishu bo'lmaydi deyshadi. Tishu nima bo'lmaydi? Nima deganda, o'sha skоворodka yaxshi qizigan bo'lishi kerak. Keyin iloji boricha endi hozir уже hamma joydan olsa bo'ladi. Bunaqa skоворodkalarni hamma yoqda bor, уже hamma narsa bor. Hozir qilaman desang aytgandek, faqat xohish kerak. Xohish bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun endi anaqa zakazka to'g'risida ham aytib o'taman, azizlarimiz asabiylashmasdan o'sha zakazka to'g'risida uzunroq video bo'lyapti. Men o'rganganimda oxiri qanaqa qilib chiqqanman zakazkani bilasizlar? Men 1,5 yilcha qilganman shu zakazkani. Qilardim, tashavorardim, qilardim, qilmayman bori deb tashavorardim yana. Keyin vaqtim bo'lmasdi, ish bilan bo'lasiz, boshqa bo'lasiz deb keyin yana bir qilishni boshlasam, yana keyin qolib ketib, nima qilib oxirichi o'xshamaganda bitta kanalda bitta ayol borlar, Germaniyada turadilar, Elina degan. Mana o'shani zakvaskasini qarab, har bir kunini 1 soatlab ko'rsatgan. Mana bugungi kun, birinchi kun bugun boshladik degandek 1 soat mana shu 50 gram suv bilan 50 gram unni aralashtirib 1 soat mana shu zakazka to'g'risida gapirgan. Birinchi kunini, ikkinchi kuni ham shunaqa. Xullas yarim soatdan kam bo'lmagan, 40 minut, 50 minut. Mana o'ylaylik, 7 kunda agar zakazkasi tayyor bo'lgan bo'lsa, 7 kundan 8 kunda esimda yo'q. 7 kunlikmi, mana 8 kunlik o'sha videosi 7 soatlikmi, 8 soat bo'lganda, shuni men o'tirib ko'rganman. Sabr bilan, nima deganda haqiqatdan o'xshatgim kelgan. Endi menda unaqa bo'lmaydi. Bizani ayollarning unaqa vaqti yo'q. 7-8 soatlab har kuni 1 soat ko'radigan zakazkani. Men 1 soatda ichida o'sha 7-8 soatni joylashtirishga harakat qilaman. Shunda ham bilamanki, bir xil asabi salchatorolib yozib yorishadi. Cho'zvoribsiz, voy muncha ko'p gapirdingiz, voy unaqada unaqa. Mana kiring o'sha 3 minut, 4 minutda, 10 minutda ham zakazka qilishyapti. 7-8 kunni 10 minut ichiga tiqyapti. Men почти 1,5 yilcha shunaqa videolarga qarab qildim. Mana o'xshagani yo'q menda. Oxiri o'sha soatlab ko'rsatadigan ayollar kanaliga kirib, oxiri mana ko'ryapsizlar qanaqa nonli chiqyapti menda. To'g'rimi? Hozir sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman yana. Mana qarang, oxirgi nonim. Mana. Bu nonni ichida уже men eksperiment qildim. Birinchi marta bu nonni mana qarang, qanaqa chiroyli chiqqan. Do'stlar, o'rtasini ochib sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldim. Hozir to'xtanglar, men kuyib ketmasin. Bu nonni ichiga уже men asal soldim. Birinchi marta qani solsam nima bo'lar ekan deb.
И mana men bu saryoni kuydirilgan saryo bor, saryoni soldim. Birinchi marta. Mana qaranglar qanaqa chiqdi. И rjanaya muka degan un bor. Uni ham yozib tutishga harakat qilaman. Anaqasini, tarjimasini olib. O'shandan solganman. Bu men уже ko'rdinglarmi, shunaqa nima desam ekan, darajaga keldimki, уже sekin-sekin keling. Nisa, solandingizmi? Xafa bo'ldingizmi bulardan? Keling, sizni ham qo'shliga kelyapti. Уже mana shu darajaga keldim-da. Bu ichiga asal, narsalar, yog'lar solib chiqarish qiyinroq. O'shaning uchun. Сейчас сгорит. Сгорит? Нет, не сгорит. Салом алейкум, hammaga. Men ko'rinmayapmanmi, yo'q, mana yo'qsiz. Как ko'rinmaysan? Qanaqa? Вот туда в стекло, зеркало смотри. Bitta ko'rinmayapman. Нормально. Нормально ko'rinyapti. Просто сковородка ham ko'rinsin bo'ladimi? Ну вот, сковородка теперь видно. Birinchi mana. Qishloqdan kelgan anaqangiz yechib tashlang, issiq-u qaymoq bor. Ну, есть каймак, Qaymoq есть. bilan yeb olasiz. И, а это что? Buni siz chiqarib qo'ydingizmi? Да. Ну всё, значит. Давай пойду готовить детям. Хорошо. Qizim yo'q ketasan. Buni Маша, там. men o'shaman demadingiz-ku. Это что такое? Bular to'g'risida ham aytib bering. Tugunimcha. Ну это что? Кофемолка. Bular eskilar. Men lekin eslayman shu rahmatli oyimlar, babushkamda и dedushkam, dodamlar. Ular urushda qatnashganlar, ko'p borardilar Leningradlarga, keyin shu urushlardan keyin Stalingraddirdilar, o'sha yerlarga borardilar. O'sha yerlardan mana shunaqa narsalar olib kelishgan. Esimda bor. Bor edi shu narsa, lekin qayerda qoldi, yo'q bo'lib ketdi. O'sha faqat bu kattaroq bo'lgan. Eskini, bu kichikroq. Yo'q, bu ham unaqa katta emas edi. Вот такие чуть-чуть. Bunga o'xshaganroq edi. Bunga o'xshagan. Unaqa juda katta. Lekin zo'r ishladi. Четко же. Классно. Anaqada hozir Это с Германии прислали. это с Germaniya. Да, Germaniyada. Hozir bor kofemolkalar, ming xil aralashtiraman desang, maydali deganlar qancha. Lekin baribir qo'lda qilingan narsa boshqacha. Boshqacha и аромат boshqa. Sразу hidlari. Mana bu to'lib ketadi-da. Mana shu ertalab qilayotganda-chi, даже ichkari xonada yotgan bo'lsangiz ham hidlar o'shaga boradi. Bu porsiyaga как раз. Bir porsiya. Qarasam, как раз turkaga ikkita odamga можно сделать спокойно. Kelamiziga, choli kampirga. Ну, это шошимасtan, всякие. Зато это, как бы сказать, и спорт, да? Спорт. Спорт. Это спорт, juda. Не, вот это попробуй покрутить. В тот день я открутил сколько, чтоб на двоих сделать. Вот это работа. O'zi mashina yuradi odamlar, sekin gapirishib, этот успокаивает, да? Он спокойствие qiladi. Qis. Sekin. Или о чем-нибудь думаешь, мечтаешь. Как говорится, мечтать не вредно. Не вредно. И кофе выпить не вредно. Lekin Toshkentda bormi yo'q bilmayman. Bormi yo'q? Bo'lish kerak. Ha, ko'rmadim, lekin podarka bu. Bu podarka. Sovg'a kelgan. Sovg'alar bizga. Mayli, mana qaranglar, ertagaga olib qo'yaman, ertalab qilaman dedim, sizlar bilan la. Atilla ko'p gapiradi-da. Men hozir kelaman sizni kuxnyangizga, sizni oshxonangizga. Hozir kelamiz mehmonga. Qizlar boramiz. Это тоже отдал я свой магнитофон. Berdingizmi? У меня магнитофон 800. Это Sharp 800 GL, что ли. Оказывается, это самый хороший. У меня красивый же. Главное, этот, как его, Сыкин ko'rsatamiz. Sharp magnitofon, 80-chi, 70-chi yillik. Этот mashina 06 berardi. Jiguli 06 borku, berardi mana shu. Bitta o'sha magnitofonga 3000 rublyani stoyadi. 3000 rubl, 3000 rubl bo'lgan. O'sha rubl paytda-chi, sayt doğru paytida. 3,5 shunaqa. Qatdan olib kelgan odam uni?
Это с Бамако, Afrika. Afrikadan. Qaynanam qaynatamgili Afrikada ishlashganda. O'sha paytda sayyor paytida yuborishardi-ku. Ha, u qancha Toshkentda borardi o'sha yerga. И врачи ездили, и геологи ездили, и mashina haydovchilar, короче, hamma. Ha, o'sha paytda endi olib ketishgan, o'shaning uchun qaynanam qaynatamgili u yoqqa ketishgan. U yoqqa ketishganligida bular xo'jayinim 1-sinfga Afrikada borganlar, o'sha posolstvoni maktabiga borganlar-da. Keyin o'shanda aytib berardilar-ki, endi baribir chetda Afrika qoloq davlat. Qanaqa qoloq davlat-da endi hozir bunday aylantirib o'ylasak-da. Lekin уже o'sha paytda 80-yillarda qaynonamlar o'sha men kelin bo'lib tushganimdan keyin aytib berardilar-da. Bu yerda mana bu supermarketlar ochildi-yu, qachon ochildi? 90-yilda ochildi, to'g'rimi? Men 99-yil ministersiyada ishga kirgan bo'lsam, demak o'sha 99-98-yillarda birinchi o'sha Demir ochildi. Eslaysizlarmi? Supermarket katta skverda ochildi-ku, turklarning Demir degan supermarketi. Qaynonam aytardilar, mana bizda endi ochildi 90-yillar oxirlarida. Afrikada bular 80-yillar boshlari ekanda. Bular 69-yil bo'lsalar, demak 78-79-yillar bular 1-sinfga borgan paytlarga qarang, даже 80-yil emas. O'sha paytda уже supermarketlar bor edi deydilar. Afrikada qoloq davlatda. O'sha yerdan ular anaqalar olib kelishgan. Mana bu Sharp magnitofon, ikkita kassetali, keyin video magnitofon, video kamera, esli o'ylaylik 79-78-yillar. Soatlar, Seiko soat, keyin menga ham rosa ko'p podarka qilishgan. Qaynonamlar podarka qilganlar soatlar ham-da. Keyin xullas mana shu o'shadan ko'p apparatura ko'p olib kelishgan. Keyin o'rtoqlarim ham turmushga chiqqanimdan keyin kelishgan Molenex degan kombaynchi. Hozir mana kombaynlar chiqib ketdi-yu, haligi bitavoy kuxonniy kombaynlar ichida mana shu kofemolka ham bor, mikser ham bor, мясорубка ham bor. Chiqibdi hali nima soковыжималка, kombayn qanaqalari chiqib ketdi-yu. Endi hozir уже qachonlar chiqib ketdi. 78-79-yillarda уже o'tda Molenex fransuzskiy полный коробка kombayn olgan ekanlar. Qarang, bular 1-sinfga borishgan. Kelinimga deb olgan ekanlar. Xudo rahmat qilsin. Shunaqa qaynonam anaqa edilar. O'sha paytda u yoqda aytaman mana 8 yoshlar, 9 yoshlar bolalar o'qishgan уже o'tda-da. Shularni xotiniga deb kiyimlar-yu, zakolkalargacha olganlar. Xudo rahmat qilsin, Alloh rozi bo'lsin. Men roziman. Даже свадебный to'y ko'ynagimni ham bular o'sha paytda kichkinalik paytida, o'sha Afrikada paytlarida qattan biladilar bu 7 yoshlar, 8 yoshlar bola 20 dan oshganida qanaqa xotin oladi, qanaqa bo'ladi xotini, razmeri qanaqa bo'ladi, qattan bilganlar. Bilmaganlar-ku, mana o'rganganlar-da. Ishonasizlarmi, mana shunchalik niyat xolis deyman-da, agar niyat toza bo'lsa, inson o'zini ichi toza bo'lsa-chi, mana o'sha xohlaganigidek bo'lar ekan-da. Ayam rahmatli aytardiki, ular ham kuxnyani yaxshi ko'rmasdilar-da, unaqa. Eng yaxshi ko'rgan ovqatlari kartoshka bilan tovuq qovurish. Kichkina mayda-mayda qilib tovuqni kesardilar-da, kurочка с kartoshka deb kulishardi-da. Xamir umuman dilli yomon ko'rardim, xamir qilishlarni-yu, boshqalarni o'xshamaydirdilar, o'xshatolmayman dedilar. Qaynatam rahmatli rosa xamir ovqat yaxshi ko'rar ekanlar-da. Keyin aytardilarki, iloyim olgan kelinim mana shu xamir ovqatga hech
hech narsa qilmasa ham xamir ovqat qilishni bilsindir kallada, Xudo rahmat qilsin. Shunaqa o'sha paytda yetarkan. Shuning uchun men o'sha paytda o'sha kombayn bormi, mikser bormi, boshqa bormi, shularni olgan ekanlar-da. Iloyim shu kelin qilsam, o'sha tug'masliklarini bilardilar, ikkita o'g'ildan keyin shunaqa bo'lib qolgan, o'sha tug'masliklarini bilganlar-da. Aytarkanlarki, shu olgan kelinim xamir ovqat qilsin, olgan kelinim shularni ishlatsin deb. Ishonasizlarmi, haligacha bor shu narsa. 79-yilda, 78-yil balkim endi mana o'zlari yo'la hozir olingan narsa menda haligacha ishlayapti shu narsa. 35 yil qaynota bilan bo'lgan bo'lsam, mana haligacha ishlatyapman shu narsani. Hech kimga bermay, o'zimga ham bermaganman. Endi o'sinib tushganlarida уже bor edi bu narsalar, o'zlari kuladilar ham. Hech kimga, qizlarimga ham bermaganman shu narsani. Shu qaynonamdan menga esdalik qoldi. Bir kurslar ko'rsataman. Qolgan narsalarimni, ko'pini, misorobkalari ham. Faqat endi ularni tishlari boshqacha bo'lganda, endi o'sha paytdagi o'ylaylar, endi уже bunaqa apparat, bunaqa kombaynlar chiqarilmasa kerak уже. Necha yil zamon bo'lib ketdi уже. 40 yil, 50 yildan oshib ketdi. Bir ikkita narsasi shu yo'qda. Shuning uchun yuvib tarab olib qo'yganman, lekin ko'p narsasini elektroterka ham bor ichida-chi. Misorobkaga o'xshab, hali savz ham solasiz, chesnok solishingiz mumkin. Nima solsangiz bu yerda bunaqa aylanib, terkadan chiqargandek qilib beradi, elektricheskiy. Shuning uchun hamma narsa niyatga bog'liq. Hamma narsa, misol men qaynonamlar rahmatli unaqa namoz o'qiydigan, juda o'zbekchilikni joyiga qo'yadigan, mana bunaqa xudoylar, boshqalarni biladigan ayol emas edilar. Endi keyin qarib, o'sha 75 yoshda ketgan bo'lsalar, o'sha где-то shu yoshga yaqin sekin endi o'rganish bo'yicha o'sha saydo'rni odamlar bo'lishganda. Shuning uchun lekin mana qaranglar, qanchalik odam o'sha paytda shunaqangi niyat qilgan ekanlar. Shunga mana aytmoqchimanki, ayollarimiz hamma narsa yaxshi gap ham, yomon gap ham bitta og'izdan chiqadi, o'sha niyat ham mana shu o'zimizdan chiqadi. Shuning uchun hamma narsa shu niyatga bog'liq bo'lishi kerak ekan. Xudo xolasa, hamma narsani Xudo xolasa deb qilishimiz kerak. Endi men o'rgatishim shart emas, men hali yoshman, balkim men shu ulug' yosh hoji onalar ularni o'rgatgani bir boshqacha. Men ham haligacha harakat qilaman quloq solishga, onamlarga, mana hoji onalar ko'p narsa maslahatlar olishga harakat qilaman, lekin bilganimni hozir aytyapman-da. O'shanga keyin mana turmushga chiqayotganimda bizda to'y qo'yni bor. Agar уже 90-yil turmushga chiqqan bo'lsam, уже chiqib ketgan edi, salonlar, уже qanaqa qo'yninglar yo'q, voy yo'q, hali ishlapalar yo'q, qanaqa nimalar chiqib ketmadi. Uni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Lekin qaynonamlar rahmatli aytganlar, agar xohlasalar qo'yning bor, balkim kiyarlar deb o'sha qo'yningni berib yuborganlar. Frantsuzskiy qo'yning bo'lgan. Endi u yoqda frantsuzskiy koloniya bo'lgan, anaqa Afrika. Mayli agar yo'q kiymayman desalar boshqasini olib beramiz deyishgan. Shundoq hali qo'yningni ko'rganman-u, bittada kiysam na tegini kesish kerak, na betidan olish kerak. Hech hammasi shundoq xuddi kabutta menga o'lchab olinganda edi, bo'ylarigacha, hamma narsasigacha. Hozir mana qancha sovchi kutdim. Qanchalik sovchi bilmayman, bir 10 yil sovchi kutgan bo'lsam kerak, ikkita qiz uzatdim-ku. Aziz o'g'li bor, oyijonlar. Bilasizlarmi, telefon qilib, mayli men balkim hozir kimdir urishib berarman, lekin telefon qilganda shunaqa bo'lardiki, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi insonlar telefoningizni berishdi bizga, qizingiz bor ekanlar. Ha, qizim borlar. Desam,
bo'ylari nechi? Вот bilasizlarmi? Вот birinchi savol, bo'ylari qanaqa? Tuzilishlari qanaqa? Oppoqqinamilar, qanaqa qilib ona masalan men ona bo'lib turib o'zimni bolamni yo'q oppoq emas, qorachadan kiygan, yo'q unaqa ko'zlari katta shahlo ko'zlar emas, piska ko'z yoki qanaqa qilib ona aytadi, yo'q meni qizim semiz deb ozginachi u tarafdagi onalarni ham o'ylaylar. U ham qiz katta qilgan, o'zingizda ham balkim bordir qiz. U ham qiz katta qilgan. Men o'rtoqlarimga keyin shu gapni aytdim. Lekin telefonda sal qog'ozga o'rab bo'lsa ham gapiringlar shu narsalarni. Voy aytam, darrov bo'yi qancha, oppoqmi, qosh ko'zi qop-qorami, ko'zlari katta. Voy, anaqa uzr-de so'rayotganga, men o'g'limga shunaqasi qolyapti-de deyishadi. Shu o'g'lingiz qolyotgan bo'lsa ham shu narsani-chi sal oldin o'qiganmilar-da, хотя бы boshlaylar. Uzatasizmi deb so'raylar oldin. Keyin nima deb o'ylaysiz, qizingiz tayyormilar oilaviy hayotga? O'zingizlar nima deyapsizlar? Uzatasizlarmi? O'qishlarini bitirdilarmi? Qizingiz qo'llaridan nima ish keladi? So'rayotganim endi baribir bilgim kelyapti dedi. Keyin shuni orasi tarbiya yo bir osh-ovqat, boshqani sal hech bo'lmasa kuligiga olib gapiringlar. Keyin shuni orasida balkim o'g'limni bo'yi balandroq edi-de, ko'yingizga kelmasin. Biz ham sal shu bo'yi balandroq qidiryotgandik yoki nabarut o'g'lim bo'yicha emas-de, sal bizga shunaqa bo'y pastroq qiz kerak deb qog'ozga o'rab so'raylar, iltimos. Nima deganda, u yoq tarafda onani yuragi o'ynab turadi-da. Qanaqa qilib baribir любой to'ng'iz ham bolamni oppoq degan ekan, tipratikon ham yumshoq degan ekan. Shuning uchun sal balkim chetlashib ketdik nimadan, temadan. Bu ham o'ylayman qizi borlar tushunadi deb o'ylayman. Mani o'g'lim yo'q, to'g'ri aytishlik mumkin. O'g'lingiz bo'lganda o'zingiz ham shunaqa degan bo'lardingiz. Balkim degan bo'lardim. Nolga kelgan qizlarga suvchi kutganimdan keyin men unaqa уже degan bo'lmasdim. Nima deganda, men u yoqda hali qizi onasi qiz tuqqan aybdor. Eshitib turib, uni ko'ynidan, yuragidan nima o'tayotganini men o'zim 10 yil ichida bildim-da. Shuning uchun masalan, u sinimga ham u sinim ham nima menga aytishi mumkin. Men o'zimning opalarim bor, boshqa u sinimga ham, u sinimni o'g'lini bo'yi 1.90 mi shunaqa, nocha bo'yli 1.90 mi shunaqa bo'ladi. Men shu qizga boringchi, lekin anaqa borganingizda bo'yi balon o'g'lim u deb o'tirmang, qizni bo'yi balon emas. Lutchi bormay qo'ya qoling deganda, voy Gulnor opa, menga unaqa naynovdek qiz kerak emas, qo'lidan hech narsa kelmaydi, nima u model, uni kiymayman. Qayerda olib yuraman u model qizni, shahlo ko'zligi, oppoq qosh ko'zlari qop-qora, qo'lidan hech narsa kelmasa, o'g'lim bittagina dona. Menga unaqasi kerak emas, menga qo'lidan ish keladigan, ertaga menga yonimda turtki bo'ladigan, issig'im bor, sovug'im bor, shularga qaraydigan menga qiz kerak degan, shunaqa xursand bo'lib ketganman. Men aytganman, baribir bilaman deb, ziyoli joyi qizisiz. Shuning uchun bordilar, mana Xudoga shukr, necha yildan bir уже farzandli bo'lishdi. Hali kelsalar, Gulnor opa, rahmat. Mana shu kelin menga qarayapti. Bo'yligi mana shunday. Yo'q, qizim bo'ychingina, yaxshigina, lekin bu juda bo'yi baland-da. Endi boshqasi bo'lganda uni o'rnida aytardi, yo'q, voy, nima mana u qanaqa model kerak menga. Shuning uchun buni ham bir gapirib o'tdim. Agar ko'ngilga tegsa uzr, atak suvchilikka borib yurganlar bordir. De, masalan, men qizlarim bo'yicha qizlamas edi. Shuning uchun men aytardimki, voy, so'rashmaydi-mi, o'qiganmi,
tarbiyasi qanaqa, katta qizimni qaynona qaynatam katta qilishgan, juda mehribon, juda bir boshqacha kattamda. Ikkinchi qizim o'zimni qo'limda katta bo'lgan, u osh-ovqatga va bu uy hamma narsani, mana shu eng kichkina qizimni 1 yoshligida shuni qo'liga berganman-da ishga chiqib ketganman. Mana shu qizim o'qishga ham bormagan, ikkinchi qizim. Mana shu bolani boqaman, qarayman, opa pul kerak, shu paytda juda kerak payt edi-da. 1 yashar bola hali to'lmagan edi ham yoshiga. Ishga chiqib ketganman, o'zi katta qilib, faqat aytaman-ku, emizmagan. Ko'tini bosh yuvib, kiyim-kechagini yuvib, ovqatlantirib, kelgunimcha uxlatib, boshqa qilib, uylarni ham joylashtirib, hamma yoqni ovqatga solib qo'yishgan. Hozir kelinlar bitta bola bilan ovqat ham solib qo'yishga yo'q bo'ladi gohida. Lekin sovchi kutganimda, bo'ychang qiz emas, meni ko'rasizlar xo'jayinimman. Yo'q, bo'y baland kerak bizga. Yo'q, voy, men bo'yim anaqasi yetdi, voy, unaqa ekan, voy, yuzida ozgina anaqasi. Endi qizlarda bo'ladi, podrastkoviylarda ozgina narsa to'shadi, nimalar eshitmadim-da, nimalarni ko'rmadim, qanchasini qizlarimga aytganim yo'q. Shunaqa ayollar bilan gaplashganman, shunaqalari kelishganki, ketgandan keyin ho'ngrab yig'lagan paytlarim ham bo'lganda, men aytganmanki, qanaqa qilib bu shunaqa davlatda, shunaqangi o'sha o'qimishli ayollarimiz ko'cha ko'rgan, o'sha oldingi, bilmayman, qattagi hujralarda o'tirgan insonlar emas-ku. Nimaga shunaqa ekan? Nimaga o'g'il tug'sa bir boshqacha bo'lib ketar ekanmi inson? Bir qanaqadir boshida bir 4 ta korona bo'lib ketar ekanmi? Dirdim-da. Keyin tushundim. Mana endi Xudoga shukr, behisob shukr. Niyat qilardim, niyatimga yetdim. Sizlar ham niyat qilinglar, sizlar ham Xudo xolisa o'ylaganinglardek, orzu-havas qilganinglardek, oliyjanob joylardan iymonli, insofli kelinlar kelsin, kuyovlar kelsin, to'y qilaman deb turganlar. Xudo xolisa, uzr yana bir bora, agar ko'nglingizga tegadigan gap qilgan bo'lsam, yana bir bora uzr so'rayman. Bugungi kunimiz ham tugadi. Boring endi. Xo'jayin nima ish qilyapti ekan? U yoqni ham ko'rib keling. Xayr, azizlarimiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.